Soch tolasini hali soch ildizidan, follikulasidan o'sib chiqmagan qismigina tirik xolos. Qolgani uzunligi bilan o'lik tola. Ichida na nerv tolasi, na qon tomiri bor, na issiqni, na sovuqni, na og'riqni his qiladi. Va boshqa organlarimizdan farqli o'laroq o'zini o'zi tiklamaydi. Masalan, qo'lingizni kesasangiz qachondir vaqt o'tishi bilan bitadi. Lekin soch shikastlansa tuzalmaydi. Shunday qilib bizni har bir ishimiz, sochni yuvishimiz, tarashimiz, bo'yashimiz, ochartirib bo'yashimiz, keratin qilishimiz, bularning hammasi faqat sochni sifatini zarariga ishlaydi. Ha, hozirgi zamonamiz ximiklari sochimizni parvarishi uchun shuncha mahsulotlar ishlab chiqarib qo'yibdi. Lekin har safar bulardan foydalanishni unutib qo'yganimizda sochimizning salomatligi battar va yana battar yomonlashaveradi. Sotib olib, oynangizning oldiga terib qo'yganingiz bilan ishlatmasangiz bu narsalardan foyda yo'q. Olganingizdan keyin ishlatingda. Hech bo'lmaganda shampundan keyin balzam ishlating. Har safar bularni ishlatmaganingizda nima bo'ladi? Sochingizning namligi ketib boradi va vaqt o'tib borib sochingiz uziladi. Buni tushunishingiz uchun bo'yalmagan natural soch tarkibini 1% ni pigment, ya'ni rang tashkil qiladi. 79% ni oqsil keratin, 7-15% ni esa namlik, ya'ni suv tashkil qiladi. Agar soch ichidagi namlik 5-6% ga tushib ketadigan bo'lsa, tamom, soch sinadi, uchlari gullaydi. Chunki siz sochingizni qiynashda davom etyapsiz. Soch uchlari uchun qo'shimcha parvarish vositalaridan foydalanish shart doim. Parvarish vositangiz namlashi va oziqlantirishi kerak. Ikkalasi bir-birini to'ldiradi, chunki namlik oqsilsiz quriydi. Oqsil namlikni ushlab turadi. Tamom. Har bir ayolning sochi o'ziga xos xususiyatlarga ega va har bir soch o'ziga xos parvarishga muhtoj. Sochingizni to'g'ri parvarish qilish uchun konsultatsiyaga yoziling.